Pulli sun'iy intellektdan charchaganlar uchun men sizlarga bugun zo'r sun'iy intellektni tavsiya etaman. Bu Meta AI. Meta AI Grok bilan bir xil ishlaydi. Bilasizlar, Grok pulli $30 atrofida. Meta AI esa to'liq tekin. Siz Meta AIda rasm yaratishda, video yaratishda ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, brauzerga kirib olamiz. Meta AI deb yozamiz poisk qismina. O'zini saytiga kelib chiqadi. www.metaai.com. Platformaga girdik. Ya'ni robotni bosamiz. Biz robot emasligimizni tekshirish uchun shunday so'rovnoma oladi ekan. Подтвердитni bosib to'g'ri kirib ketaverasizlar. Xo'p, siz Meta AIga kirib olganingizdan keyin shunday o'zining rekomendatsiyasida ishlangan videolarni chiqarib beradi. Bu ina shu Meta AIni ishlatgan odamlar tomonidan yasalgan videolarni o'z rekomendatsiyasini chiqarib berib turibdi. Xo'p, sizda biz bu yerda rasm yoki video yasasak bo'ladi. Hozir bu yerga tayyor promptni tashlayman. Tayyor promptimni tashladim. Generatsiya jarayonida meni tashlagan promptim fashion sohasida bo'lgani uchun bu yerda menga 4 xil example tayyorlab berdi. Animировать degan tugmasini bossak, bizlar videoni animatsiyaga kiritib beradi. Ko'rib turibsizlar, rasmni yasadik va uni animatsiyaga kiritdik. Bu yerda rasmga muzika ko'rsatsa bo'ladi. Trenddagi muzikalar yoki sahrantetilgan muzikalarni ko'rishlaringiz mumkin. Biz hozir rasmni animatsiyaga aylantirdik. Animatsiyaga endi muzika qo'shyapmiz. Ko'rib turganlaringizdek videomiz tayyor bo'ldi. Rasmni animatsiyaga esa qo'shdik. Hozir tayyorini ko'rasizlar. Istalgan kasbda ishlovchilar o'zini kasbnamoz yoki dizaynerlar bo'lishi mumkin. Shunday qilib o'zlari prompt yozib, animatsiya berib, reklama rolik tayyorlashda juda ham kerak bo'ladigan platforma. Eng asosiysi tekin platforma, bemalol ishlatsangizlar bo'ladi. Tayyor promptni mana IT Gap degan Telegram kanalimda shu yerga kirib olsangizlar bo'ladi. Men u yerga juda ham ko'p promptlarni tashlaganman. Bemalol ko'rib, o'zlaringiz yoqqanlaringizni ishlatib, mana shu men tavsiya etgan saytlarda ishlab ko'rsangizlar bo'ladi. Meni kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Yanada qiziqarli videolar hali oldinda.